Nabi, Hı? ben hala işte atmadan kadar uzun oldu mu? Ha, 2 yıl çok kaldı ya. Bunda. Ne? Bunun kızık kaldı mı? Ama daha sonra baktım. Hadi biz konağıyla adaş. Hı. Siz bu obdan düşürme. Rana bu yaxşı kız ola. Lekin onun layıkı var. Ben şirket kelgen vaqtida şu layıkı barkan yo'q. Lekin yigitni tanımasam mı ish vaqtining hali yomon emasligini bilaman. Şununla? Shuni bilan qara, men demoqchi o'g'lim. Sen ikki xil qizlardan faqat aralasan bo'lmaydi. Birinchisi loyiqli va qizlar. Ikkinchisi loyiqli yo'q qizlar. Ya demasam shundaqmi? U hech kim jumgan qizlarni saqlamdan. Hey Nabi, bu can bağıp fakat adil emasga qara. Biz o'qish bitirib, xizmat chiqib, xizmat tirishib ishlab olganimizda o'ngshab bo'lguncha biz bilan tanish qizlarning hammasi to'y qilib bo'ldik ya. To'y qilmadi deganlarmi boshqalarning so'ygini bo'lib bo'ldik ya. Bizdan kichik qizlarga bo'ldi, bizni qeri, cho'ng deb yaratmaga aralib turdik ya. Shuningdan bo'ytoq qolganimiz qolgan bo'ldik ya. Sendek to'y qilganlarni epeysak, aldirab to'y qilganlarni deb turayli. Sizlarning turmush bosh qo'yib o'tmaydi ekan. Sinlar emas. Men bu shu to'y qilgan boshqa tanishlarimni kuzatib baqdim qara. Sizlar ayolinglarni xuddi o'zinglarning qizini asragandek asraydi ekansizlar. 10 qo'y pul topsanglar 9 qo'yni ayolinglar uchun xazaydi ekansizlar. Usti qarsanglar cho'nglar, osti qarsanglar ballar. Ko'zini chekchaytib qarab to'g'ini tug'an. Nima mal? Untunsiz jafoliq ishlashga majbur bo'lgan gapga. Ya og'rib qilishga, ya ishsiz qilishga, hatto o'lib ketishga bitlanmaydi ekansizlar. Turmushning ayollarning gapini qilib qolding adash. Bu to'g'riliq men o'zimning ko'z qarashini san so'zlab boqay. Sening da'vatqining qisman bir qism ayollar xolos. Bu atalmış ustozlar hech qanday hukm qilish iqtidori yo'q. Qiz ayollarning hissiyat ishlariga aralashib bilib, ularning yanchug'iga qo'rqmay qo'lini savatdi. Hatto turmushig'ini so'rashni savatdi adash. Lekin yaxshi, aqlli ayollarmi nurg'un adash. Şu ümit var olmamız deyman. Bo'ldilar Nabi. Men bunda qizlarning balig'iga ishonmayman. İşenmeyme? Adaş ben sen bir gel depreymi. Mana bizden Reyhan aşında ayolladın. Hey. Xotinni maqtagan birinchi ahmoq deb ahmoq bo'lmag'ina. Mışından maqal temsillerini dinanlar. Fakat hoşam yok çamışlar maqal temsillerden. Ya özünüz yaxşı görüp adaş. Özümüz köye pişip ağa ayağımızı maqtamay kimni maqtaymiz? Ular tamağımızı itip berdi, kırmızı jüp berdi. Tık vaqti kes qo'saq ko'tarib tık balımızı tuğup berdi tık ya. Endi şularni maqtamay kimni maqtaydi to'qadash? To'g'ri emasmi? Keyin turmushimizda endi birak ko'ngilsizlik yuz berib qolsa, o'g'u keyingi masala bu. Lekin men bugunning o'zida maqtash tegishli ishlarning hammani maqtab berman. Bu bir aqlli hurmat. Ben bu talışından herkes yanmayım arkadaş. Lekin bazı erler sırtı natunuş kız ayol jokallıgıcı açışının iqini gösterip kılgan kılık tapamay aran kalır ki. Öyle kirgende baldır bilen ayalığa fakat çıray açmaydı ki. Menimce bu uçuğa çıkan deltilik. Meyli qanchalik mötüver kıyafet kırvasın adaş. Öyle kirip ayalı bilen baldırığı yaxşı muamele kılmaydı ki. O mötüverlik mening nazarimda hech nimaga tanamas. Ma'qul Nabi, sening gapingni rastlab turayli. Ayoling shunday yaxshi bo'lsa, sen nimishqa uy qaytmay ishxonada qonab yurding? Mishna deydi deb o'ylagan temzasi. Masalan depressiya. Obda anla keyin sağma esqatib qoladi. Bu muhabbatning cho'qira eng yuqori yuksak pallasi urushib qilish, yarışib qilish. Urushib qilish, yarışib qilish. Eng yaxshi er-ayollik munosabat degan ma'qul qaradash. Birga yassa sig'ishmaydigan, birga yashimasa chidashmaydigan bo'lib qoladi qara. Chunki kishilar mushundaq munosabatdan bir xil g'idiqlanishga erishib, osh g'idiqlanishdan huzur topadi ekan. Bu hissiyotni muhabbatdan boshqa narsa berolmaydi ekan. Shunga kishilar muhabbatga shunda intilar ekan. Demisimi shunda emasmi? Biz ilaqi yilman sudek o'tgan narsalarni hech unutib ketamiz. Aşı köy dese
Dadaş bir muzlasa, anneannesini fakat unutup kalmayımız go. Benim Reyhan bilen sokuşup gelişim, aşında bir xil huzurunu tepiş üçün dadaş. Peki xatırcam bol, eli öyle görüp lan onun köyünü zemeli var mı? Nebiye, pek çık yak kıldım. Ma tükürüklerim ma tamakni yegisiz kıp buldu adaş. Canım adaş ben özlemden tecrübesini peklasam dep bir vatim ben şu. Birden bolsun boldum ben, kipimni qaytırıp olay. Kızlarning turmushining gapini qilishmayli. Hem arkadaş, kılışmasa kılışmaylı. Lekin, onda bel koyuvatma arkadaş. Yaxşı kız valının hamam bir günü sana uçuraydıqalıqqa işet. Ma tamak yem demiyor, yandı karşına tamak yap gireyim. Ne oldu bana yine. Vay niye yaptın ha? Nim bolğansız canım deyme. Nim bulattın? Bek ümitsizlik git barma. Nimi de? Vay ümitsizlenginim nimi bilmeydiğe erkeklerimden. Bilme canım, bilmem diğan. Ayağım çıraylı kışını yasap, remote kıldırma degenige karıştığınımdan ümitsizlik kaldı. Ötep yerin ha. Karan canım, ben yakınıcı bir kitap gördüm. Vay yani şu kitabın gibi mi? Onun qarğan doyun köygen bolsanız xeyli bir taraqqi qila qo'ydingiz. Ya başlama gittin anlap bakmamsız. O kitapta çok karan manda depti. Muş güzellik 3 kademden tuzulur ki. Birincisi mükemmellik. Kem küçsüz buluş deydi. Karan. Nim degen çıraylık bu kaşey. Muş kaşını remote kılıma deyişinin öz bir nadallıkta o. İkincisi nispeti muvaffak oluş deydi. Tempon oluş. Kaşınızdan ki uzun kısqılığı, keng tarlığı, quyuqlığı özünüzge şunda yaraşqan. Artıq emas, kem emas. Üçüncüsü süzük, yoruq buluş deydi. Ayxenim süzük, çırayın, dersiz süz tuzunuz. Tügüdüm ha? Ama çırayınız ne, qışınız ne qaram. Buzumensiz ben onu qandan çidib duralayım canım. Vay men bäribir qishimni siz uchun o'ng'shatmayman. Kim üçün şeysiz? Boshqalar uchun. He? O'zini do'stim deb biladigan dushmanlarim uchun o'ng'ishdiman. Vay mantıqı neyim deydi mantıqı. Ya qaram canım, aşta qilishga arzimda. Ha? Aşta qilishga arzimda. Men anlasam-ku qaram, mushu ba'zi joylardagi yosh qiz ayollar faqat grim qilmaydi ekan. Grimnichu yashinib qolgan. Yüzünü qo'riq basqanlar ekan. Qara, siz degan tayyor chiroyli grim qiliqlarmanda chiroyli tursangiz. Ay pul beramsiz bermamsiz? Beray canım, lekin 2 oydan keyin beray, endi faqat pul qolmadi. Voy yaqinda olgandingiz qo'mashingizni? Tekon qaytadim. Opamga aytib berdim. Haras. Sizim som qoldingiz-ku? Apangiz qancha pul beribdingiz?
Mankoy. Voy tijayli xotin, ma balla xo'p bo'lsaq pul lozim bo'ladi, oq ko'k deb bitgansiz, mardlik qilib hayot baq qilasiz siz. Apamga mardlik qilsam kimga mardlik qilmaydi? Shunami? Abut. Kechirdik. Lekin men uchun bir ish qilib birsiz. Nima ish qilib birma? Inim xizmat yapaman. Nima bo'pti uningga? Bir chiroyli xizmat yapasan? Nim bo'ladi direktorlar urushib qopti shu. Voy, mush yosh bolalar direktorlar urushdan g'ajab usta, ha? Topamsiz. Tapay. Tuzuk xizmat topasizmi bu da? Rayon bexatarlik sistemasining nazorati qanda? Hoca beyvet olmadıkına nim qilgan xizmat bu? Amallik saqlovchi. Bir tuzuk yap qilan. Nim bo'ldi amallik saqlovchi tuzuk xizmat emasmi kajina? Ha, ma'qul. Boshqasini. Boshqasi bo'lsa insonning hayotlik moddalarini yetkazuvchi. O nim xizmat? To'g'ri tushundim. Voy boshqani. İşte. Boshqani bo'lsa. Kislota, ishqarg'ich chidamliq, turaqlashtiruvchi materiallarni yaqin oraliqdan yetkazuvchi. Oldu gecenim. Ma xizmat tadqiqot qilgan xizmatmi? Yo'q, işte shudo. İşinizde bir qilgan ajab bir nirvan nurlatdingiz. Voy jinim, ochchig'ingiz menga emas, o'qimagan iningizga kelsin. Diplomning tayini yo'qligi, qonun boshlig'i tig'uning. Nega o'z haqlar urushib yurgan? Voy, o nimmish qilsa bu dunyolikka bir tal lam inim. Ha. Xizmat tepiramsiz, tepamamsiz. Tapay. Bugun pek kashib ket, tapay, ya. Chu. Bizga yeni bir qatam fursat berganinizga rahmat, Jumo. Voy, ukam gap nasib pishdik e'lonni qo'ying. Mana. Choy ichadi. Bugun ikki kishini xato qildinglar. Bilamsizlar? Birinchidan, tunugun men kelganda men choyni yoqtirmaydiganligimni ikkinglar aniq deb qo'yib ketgan. Bugun kelsam yana mush choyni qo'ydinglar. Ikkinchisi, men xaridorga koni e'lonlarni ko'rsatgan vaqtida kompyuterdan ko'rsatmaysizlar, menda yo'g'on ekranda ko'rsatsizlar. Ha, shu. Shunda qilatdik, bugun yetishmay qoldik. Voy, bir yolg'on gapni qilmang afkam. Sizlar nimaga ulguramaysizlar? Nimaga aldirish olib ketasizlar? Sizlarning bu yerdagi vazifanglar, men bizdan xaridorlarni rozi qilish, xush qilish, hojatidan chiqish, ko'nglidagini tepish. Biz bilan aldirish bo'lsanglar bo'ldi. Qog'ashlarning hammasi quruq gap bu. Gap setib o'tirsin bu yerda. Qog'ashlarning tayini yo'q. To'g'ri, nazarda biz diqqat qilaylik. Men qashtiram kamani, aniq ko'ramadim. Ma e'lonlardan nima ekan bilamsizlar? Nima ekan? Ma sizlarni kallanglarni ishlatib, ma xaridorninki mahsulotning egisining o'rnida turib, bunda tafakkur qilib, ma kallanglarni ishlatib o'ylanib beqinglar. Hey, bu e'lonlardan nimaning dipini chilayotganingni, nimaninki davringni silayotganingni yeshitmini bilmadimmi? Bu seg'izning e'loni ko'rib tushamidingizmi? Ma gapni ko'rib, seg'izning e'loni? Oy. Men traktorni yapamsam mashinaning e'lonimiki deb qopdim-a. Seg'iz hijlomay seg'izning e'loni deyaptim. Hey! Men e'lon degan bog'u qarang. Tushunishlik. Bunda haq bir qarab tushunalaydigan bunda bo'lish kerak. Atayin ketdilar, men sizlarga bir haqsiz dars deb qo'ying, ha? Bunda bir misol keltirib beray sizlarga. Obdan anlanglar. Eshikdan bunda er kishi kirib ishga xalta ko'rishni ko'tarib kirdi. Ayol buni ko'rib, "Voy! Palon marketga yurishni aytyapsiz bu. Ajab yaxshi. Endi nima narsam o'xshaydigan bo'ldi." Mana shunday oddiylar. Shunchalik oddiy, tushunishlik
Haq bir ko'rib, bu nimaning e'lon ekanligini bila olaydi. Ma uduldan tepdi deymiz bunda e'lonni. Shuningga bu e'lon degan gapning oxirida san'at degan gap bor. Voy, kim san'atingizni bir qo'ying a. Ma yanchiqda pul bo'lsa, ma qo'saq to'q bo'lsa, buludi san'at degan. Shu men shu xato gapirdim-ku sizga. Shu sizdan deganingiz to'g'ri xonim. Siz degan ko'pni ko'ygan, amal ish qilgan savdogar ekansiz. Savdogar? Amsa Ukam. Mana mushunchalik saviyam yo'q emasmi sizlarda? Mana korxonachi deysiz. korxonchi. Karxanchimish. Biz maqsadingizni tushundik, bu qatim rozi qilish cho'qim tirishimiz. Cho'qim rozi bo'lsiz. Men maqsadim demasam nimani rozi qilsiz? Shundaqmi? Qo'liqlarni dim tutib olinglar, men talabimni deyman. Ha, qani ayting. Nabi, darhol yuzinglar. Hozir raqobat keskin. Hamma sohaga oson emas. Buni tushunaman. Sizlarga ham oson emas. Lekin meni tushunishinglar kerak. Mahsulotim tunilgan ekan, mahsulotning egisimi tunilishi kerak. Tushundinglar? Shuning uchun ma e'longa mana men o'zim chiqaman. Undan keyin nihoyat donliq ismini anlasam hamma odamning yuragi titraydigan, chehdagi gul kulki yuguraydigan, hayajonlanib ketadigan, qaddi qomati kelishgan donliq cho'lpon san'atkor erkishni birdek qilib bersizlar. Sizni maqtayda turgandim taxi. Ay qancha pul ketsa mayli-ku, mana men qaytib bermay. Texni maqtash majbur qildingiz, esin. Pullam degan. Siz pul orqali hamma ishni qila olaman deb o'ylab qoldingizmi? Men sizni so'rab qarab, ma e'loningizni yo'q qarab, siz nimani maqtamoqchi? Mahsulotingizmi yo o'zingizmi? Yoki cho'lponnimi? Mush 32 kiloluk e'londa mushlarning hammasi ifodalash bilan birga san'at yuksakligi, ya'ni go'zallik namoyon bo'lsin demaydigan siz-a? Ma hamma ishni qarab o'ylashib qilgan yaxshi. Sizni mandachiq talablaringizni biz o'rinlayolmaymiz juma. Voy! Ma e'lon ishlamsiz, ishlamamsiz. Ishlaymiz. Voy, siz ishlamasingizchi qarang, e'lon shirkatiga samonda 8. Ma bu so'qdan atlab chiqsam bog'i, oldingi 100 e'lon shirkati uchraydi. Ma haq tavsiya qilishqa kelgan men miyaga. Voy, nima degan saviyasi, sapasi nimalar bu? Ketaychi. Ay, to'xtang, xushmas bo'lib qolding. Xerida bo'lgandan keyin seni ras deysiz, bo'lmamti deyman. Ay, to'xtang. Xonim, xizmat ishimdan bugun ancha kayfiyat yaxshi emasdi. Uni kechirib bizga bir qatim fursat bersangiz bo'pti-ku. Men elim sizlarga fursat berdim. Mush anga haqiqatan bo'ladi. Xonim, sizdek cho'ng ishlarni qiladigan ayollar, yo'q, liderlarniki ko'ngli ko'ksi bizak ati xizmatchilarnikidan cho'ng deb qarayman. Shuningga bizga anga haqiqatan bir qatim fursat bersangiz bo'pti-ku. Budan loyihani o'zim qaytadan tuzib chiqib, o'zim aparay. Bo'lamdi. Bo'pti, sizga bir qatim fursat beray. Biroq uning emas-chimi? Rahmat dada. Loyiha bitganda telefon qilma. Nabiye. Xirida shunda ma'mul qilamda. Xizmat ashdan ishlamda. Bu xizmat ishlagan bormi yo'qmi? Bumuz kuydi ko'pangni hozir yig'ishtirib mansang bo'ldi. Direktor, Feridadan kechirim so'rab uni qayil qildim. Necha kun yetib plan qaytini tuzib apirdan bo'ldim, u ma'qul bo'ldi. Shuni xotirjam bilan bo'lamdi. Ish qilib qanday qilsanglar qilib, bu ishni yaxshi bir taraf qilinglar. Bo'lmasa yillik mukofotni olmayman deb qanday qilmanglar. Men qarang Nabi. Sizda ham to'y qildingiz, baliq bo'lish planingiz bor. Demak, bu xizmat sizga lozim. Shuni sal-pal o'zingiz bisilishni o'rganaylik. Buldu. Ma'qul. Sizni bek avar qildik-chimi? Ma'qul.
Bir kuni ko'rishib bir tomoq yeyli. Ma'qul. Ma'qul. Ma'qul bo'ldi. Ey, ünlülərinizə bir numara əvət vermə. Xizmətini deyişib qoydum. Bugün tushdan kundan berib ko'rishib kelsin. Voy, nim xizmatga? Doktorxona xizmati. Voy, nimda yaxshi elim doktor bo'lganda? Cho'qim telefon qilsin ha. Ma'qul. Kechki uyda ko'rishaylik. Oy. Qarabma qo'ymaysiz jinam? Keyfim yo'q. Ne bo'ldi, mijozingizz yo'qmi? Voy, inim qanday ish tanishtirding, ayas? Haras beribdimi, qanday o'tdi? Beribdimi? Voy, doktorxonaning koridorini tozalaydigan ish ekan, shu ishni tanishtirdingizmi? Ay ishtimi necha odamga yolvorib param topdim, Rayan. Mani mama. Voy, bir ayolingizdan inso'g'ankin ko'ngil bilib qo'ysangiz bo'ldi asli. O'z tirishmagan odamni cho'qaram. Har qancha yo'singiz bekor shu. Voy, uningda inansang ish qo'shaqmi menga da. Elim 6-7 qitim bo'ldi, Rayan. Xizmat tunishtirgan yerning birasida bir 2 oydan ortiq ishlab boqmadi. Mani mama, men bir oddiy odamning balchaqisi tursam. Ha shu, yo'g'on odamning balvaqsiga tegmagan gunoh o'zimda. Mishta yer ichib kelgancha taptaningizning jiqliqi. Tomoqchi. Tırnağımni yasatqan. Tamoq yetemedim. Aş teshingizga kuchigicha ichingizni bir ostola bezab qo'ysangiz nima bo'ladi deyman. Voy, tırnağımni yasatqan nima bo'pti? Doyingdim uchun haqlar bir kun kechki 4 vaqt kirim qilib, 5 vaqt kiyimamlashtirib, hech ish qilmay yurayotgan. Yana hamma narsa to'kisga. O doyindagi narsalar qarang, Rayan. Real turmush emas. Real turmush bo'zimi? Bizning turmushimiz emas. Boshqalarning turmushi bu. Biz qachongacha havas qilib yuramiz? Shuning uchun ishlar, pul teping. Qarang, men uylarni. Men haqni uylar qarang. Voy, aytinglar telefonimni. Ma'paga telefondami? Ma'pagin deb ketgani. Siz mushni ma'pamansiz? Ilimizcha haqni ayliqqanning 20 ming qimmatsiz siz. O'ylab gap bilan, Rayhan. To'y qanun yo'q, putun topgan pullarning hammani sizga beryapman. O'zim saqal og'ishdan boshqa hech nima boqmadim. Men bilan to'y qilishni maqsadingiz, menga bir narsa og'iz tushmadi. Yine qanday qilib bersam bo'ldi? Voy, vaqiraysiz-ku. Agishtigan pul topdi shu. Pul topsiz ish qildi. O'zingiz o'nglab pul topamay, menga vaqiramsiz. Agar mushtoq yuraveradigan bo'lsangiz, sizga to'g'riradigan bola yo'q.